Xullas, ham kvartiraga qo'yishga, ham o'zlaringiz yashashga ham to'g'ri keladigan uyni ko'rsataman. Sirojni sotiladi. Narx arzonlashdi. Bu uyimizning kirish eshigi, g'ishlik dom 6 metrlik balkoni bor, kiraverish qismi. Va bu tomonda birdaniga sanuzilni ko'rib chiqamiz. Ozgina o'zgartirish kiritilgan ekan uyimizga. Xo'p, uyimizning zali, marhamat. Mebellar bor, televizor ilingan, konditsioner ham bor, devorlar yangi ob'y qilingan. Hozir bitta yotoqxonasini tomosha qilamiz, uyimizning spalnisini. Demak, spalnidagi deraza domning orqa tomoniga qaragan, Gagarin ko'chasiga qarab turadi, yangi mostka. Bu yerda ham mebellarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi biz zal orqali balkonga chiqamiz. Uyimizda 6 metrlik balkoniga bu yerda uyimizda oshxonasi joylashgan. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun yaxshigina sharoitlar bor. Pechkalarini ko'ryapmiz, isitish moslamalarini va bu yerda ovqat pishirish zonasi. Derazalar to'liq akvada. Eski oshxonani joyi mana, o'zi aslida oshxona mana bu yerda bo'ladi. Oshxona balkonga chiqqan. Buni bitta kabinet, ofis qilib foydalansangiz bo'ladi yoki bitta spalni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yosh bolachalarga. Mana shu uyimiz sotiladi. Ikkinchi qavatda joylashgan 2 xonalik Samarqand shahar Gagarin ko'chasi bo'lyapti. Mo'ljal, yangi mos yo'l ustida joylashgan g'ishlik domlardan. Narxi 16 ming dollar. Ozgina savdosi bor, qiziqqanlar tezda telefon qiling. Ipotekaga 50% to'lasangiz, qolganini 7 yil yoki 10 yil muddatga bank orqali to'lab borishingiz mumkin. Rahmat, sog' va salomat bo'ling.